har bitta o'zi bizaga oldimizga kelgan inson bormi, vaziyat bormi, hammasi biz uchun nimanidir o'rgatish uchun yoki bizdan nimadir olish uchun beriladi. Biz kimgadir ustozmiz, kimlardir bizga ustoz. Endi ba'zan mana hozir gapiryapmiz bu narsani. Hozir emas, anchadan beri gapirilyapti. Ustozimiz ham ko'p aytadilar. Aslida bu psixogenetikaning основательlari tomonidan isbotlab berilgan metod. Bizning naslimizdan keladigan o'sha qonunlar, o'sha pattern degani xulq-atvor, insonning xulq-atvorlari yoki qaysidir fikrlari. Demak, xo'p, naslimizda, ota-onamizda, bobo-buvlarimizda qaysidir vaziyat bo'pti. Xo'p, sizga kelgan vazifa orqali siz o'sha ajdodingizni qoralab qo'ymayapsizmi? Yoki ularni aybdor qilib qo'ymayapsizmi? Aslida ular bizga ustoz emasmilar? Mana shu vaziyatlarda yanada kuchliroq bo'lishimiz uchun, yanada o'sha vaziyatlarni chiroyliroq munosabat bilan o'tishimiz uchun berilmaganmi bizga? Mana shu muhim narsa ularga nisbatan aybdor qilib va aybdorlik hissini o'zimizga ham olib davom etishlik emas, balki ularga biz minnatdorchilik, ularga biz hurmat bilan qarash va albatta vaziyatlarga ham biz minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Yaxshiyam borsizlar, yaxshiyam borsan allergiyam, yaxshiyam borsan o'sha aytaylik oyoq og'rig'im, menga mana bu qonunni yoki mana bu narsani o'rgatding aytishadi-yu. Qancha shukr qilsak, shuncha bizning holatimiz yaxshilanadi. Ya'ni bu muqaddas kitoblarda yozilgan. Men hozir o'sha ilmiy taraflama aytishga harakat qildim. Menimcha bu narsani hamma bilsa kerak. Shukronalik vaziyatimizni plyus tarafga oshirib berishi.